O'rtaga o'tiraman. Lagrang ko'rsatsam o'tiraman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlar Benetga tushib boshladingizlar? bugun tushdingiz. Qachon tushamiz? Biz yaqinda. Amaliyot hisobotlarini bersak. Haqiqatan aytdim. Mayli, she'rgacha. Aldingmi? Amaliyot hisobotini topshirsak, keyin nasib bo'lsa. Talabalik yillari davomida olgan eng muhim hayotiy sabog'ingiz? Mayli, men javob bersam shu savolga. Ushbu 4 yil davomida olgan eng muhim sabog'im bu bugungi ishni ertaga qoldirmaslik bo'lgan. Ya'ni bugun ishingiz bormi, muhim masalan konspekt qilishmi yoki qanaqadir prezentatsiya taxlab qo'yishingiz kerakmi? Bugun qilishingiz kerak ekan, chunki ertaga bu ish 2 barobar ko'payadi, ya'ni o'qish davom etadi. Siz ba'zi bir ishlarimiz bor 4 yilgacha cho'zilib ketgan, masalan qayta o'zlashtirishlarimiz qolib ketgan va 4-kursda bular bizga har xil muammolar keltirib chiqargan. Tanlagan mutaxassisligingiz bo'yicha kelajakdagi rejalaringiz? Bu savolga men javob bersam, xudo xohlasa maqsadlar bor. Bitirgandan keyin o'zimizni universitetda magistraturani davom ettirib, shu o'zimizni professor o'qituvchilarimizga o'xshab pedagog bo'lmoqchiman. Men ham shu savolga qo'shimcha qilib o'tgan holda, o'zimni yo'nalishim jihatidan kelib chiqqan holda, ingliz tili filologiya yo'nalishidan o'zimni xususiy o'quv markazimni ochish rejalarim bor. Universitet tomonidan yaratilgan imkoniyatlardan qay darajada foydalana oldim deb o'ylaysiz? Mayli, shu savolga men javob bersam. Universitetimiz tomonidan bir qancha sharoitlar yaratib berilgan. Undan tashqari yana shu rektor kubogi musobaqasi futboldan bo'lib o'tdi. Undan 123-guruh talabalari faxrli birinchi o'rinni oldik. Men ham shu savolga qo'shimcha qiladigan bo'lsam, universitetimiz tomonidan yaratib berilgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalangan holda mana Pahlavon Mahmud nomidagi davlat stipendiyasini qo'lga kiritdim va bir qancha rektorimiz tomonidan o'sha stipendiyalar ajratilgan talabalarimizga. O'sha 1 va 2, 3-kurslar davomida davomiy o'sha rektor stipendiyalarini qo'lga kiritdim va guruhimiz bilan yana 123 guruhi bilan turli xil sport musobaqalari va zakovat intellektual o'yinlarida faol qatnashib, birinchi o'rinni ham qo'lga kiritganmiz. Bitiruvchi sifatida universitet haqida qanday fikr bildirasiz? Bu savolga men javob bermoqchiman. Hozirgi kunda universitetimizda talabalar uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda va zamonaviy sharoitlar mavjud universitetda va shu bilan birga universitetimizda nazariy bilim, ko'nikmalar keng qo'llaniladi va yana shu bilan bir qatorda amaliyotga katta e'tibor qaratiladi. Yosh kadrlar, mutaxassislar tayyorlashga keng e'tibor qaratiladi. Universitetimizda hozirda chet el safarlariga borib malakaviy ko'nikmalarni oshirdi. Tailand, Malayziya va Turkiya davlatlarida bo'lishgan. Universitetdagi qaysi xotiralar sizning yodingizda qoldi? Shu savolga men javob beray. Universitetdagi xotiralardan biri bu sayyor darsimiz bo'lgan. Ulardan keyin o'zimiz kursdoshlar chiqib, darsdan tashqari bir nima qilib ko'chalarda aylanib, Buxorolarni kezib, bir ino bo'lib, jamoa bo'lib yurdik. Eng zo'r tomoni o'zimga eng yaqin do'stlar orttirdim. Keyin bo'lib domlarim inoq, darslar zo'r o'tdi. Men bu yerda bitiruv kecham. To'g'risi aytishimga har tomonlama zo'r imkoniyatlar, darslar ham, qiziqish, hamma narsa joyida. Osiyo xalq universiteti haqiqatan adashmasdan kirganman. Tanlovim o'ta ham zo'r. Shu endi. Bo'ldi. Bizning fikrlarga qo'shilamiz. Ta'lim sifati va yaratilgan shart-sharoitlarga 10 dan necha ball qo'yasiz? Necha qo'yamiz? 10 dan 10, 100 dan 100, 1000 dan 1000 qo'ygan bo'lardi-ga, menimcha. Hamma shunday desa kerak. 100 dan 10, 10 dan 1000. Sharoitlari hamma yoq zo'rda. Yomon joyi yo'q. Buni o'ylab qaragan darslar. Bitirgimiz kelmayapti. Shunday. Dars jarayonlari ham qiziq. Hamma sharoiti bor. Yaqinda 1-kurs bo'lib kelganda, hozir mana qaranglar. Uje 4-kurs. Asosiy qaldirg'ochlar bizimizdan hozir bitiruvchi. Birinchi bitiruvchi ham, boshqasi ham hamma yoq biz. Esda qolardi, damli xotirlar juda ko'p. Ayniqsa kursdoshlar bilan, volontyorlar bilan juda ko'p. Hozir yana qo'shib bergan. Va yaqin do'stlar orasida ham. Boshqa qo'shib berib o'qiysizmi yana? Albatta.